Assalomu alaykum YouTube ahli. Aka-ukalar. Bismillah taomlari. Bugun qaytyapmiz. Joylarda Xovar tarafı polonni siyir. Mingdan ziyod siyirlar bor. 7 bilan qo'y keladi. Kechqurun tovuq keladi. Joylar Xovar. Siyirlar kayf qilyapti. Qishloqchi siyirlar. G'aramning siyiri. Qor. Yo'qlar suv bo'jashi bunday. May 2025 yil. Yo'llar senga qora shoxlari. Bitta like bosib qo'yinglar. Ne yozda buni qo'ylar mazza qilib cho'miladi, qorlar qaramasin. Mana suvda oladi, qo'y suvga taylatadi, qo'y ham cho'miladi, oladi. Ko'l bo'lyapti, qaramasin. Stash TV. İsmin tamam, uyga nasip qilsin. Uzoqroqmi? Fanariklar mi? Fanariklari bilan so'nkalari bilan. 3 aprelda chiqmaydik, bugun 20-may. Hammaga omad. Rahmat. Joylarga qaramasin. Suvdan ketishini. Taptiniq suvi. Suvda ichsanglar varga rahat qilasizlar. Choy ichsanglar buni. To'yim yo'q-da bu suvga. To'yim yo'q. Suvda qaranglar, suvda. Qorlar qaramasin. Tovuq qor. Var. Kavrat qaranglar, siyir kavrat uradi. Mayda o't bo'lyapti. Kavrak zo'r. Qaranglar. Siyirga o'zlar uy savogan. Yana qotani. Menda bir suruv. Men yoqda qo'ymanglar, shu yoqda ham bir suruv, ikki suruv bor. Shu qirg'oqdan oshib kelyapmiz, Oynal 7 bilandan. Mana aka. Yarim yo'lga yetdik. Joylamizda mashin bor ekan, 7 bilan mashin yo'q. Abitdan keyindan abitda paydo bo'ladi. Mana Stash TV oldinda ketyapti. Mayda ketyapti. 7 bilan jo'nagan sababi kechgacha uyga yetib borishimiz kerak. Abitga kirsak, akşam saat 11-12 kadar boramiz. Mana fanarlar qo'lga olgan. Menda ham bitta bor. So'nkani olgan va endi. Sayohat tugadi, yana bu yerda qo'y yuribdi. Ko'rinyapti yo'qmi? Telefonam pichagina xayra. O'chi. Shunday ketyapmiz. 2 saat bo'ldi yo'lga chiqqanimizga. Suvdan chiqishlarning chashmani. Ko'kmak suv. Gadani rashatga qo'yibdi. Toshlar. Turba qo'ygan. Qishloqqa yetib boradi. Uyning oldiga boradi. Shilanlar ko'rdi bola hali. Yo'lda ko'p. Katta turba qo'yib qo'yibdi. Suvda qarang. Nechta suvda og'izlagan, o'ziga kerakli suvga olib borgan. Yerga o'zab qo'ydi betonni. Nechta suv ketyapti tashqari. Xalqqa kerakli suv buni turbada ketyapti, ikkita turba. G'arimning kartoshkasining joyi. Bu yoqda ham kartoshka joyi bo'lgan. Lekin bu yoqda kam ekkan. Yerda bor. Hem yerlerde var. Hem yerde var. Yine o tarafta var.
Harimda karşı bir kam. Artishko. Sarışta bir kelyapti. Aynamayda ketyapmiz. Soat 9 bo'ldi. Soat 5:30da jo'nabek. Karşıyangir'de ham siyirlar var. Telefonu bunday qishloq toza bo'lganda. Mana qishloqqa keldik. Mana qishloq, G'arimning qishlog'i. Starchi bilan oltda ketyapti. Qishloqdan ham birinchi qishloqdan o'tdik. Yo'llari ana ozroq qoldi. Şu demir qishloqlari bor. Rayonlar. Rayoni shu yerda ekan. Bu yoqlar ham faol. Mana aka balanddan keldik, soat 11:30 bo'ldi. Abid bo'ldi. Ana kamgina yo'limiz qoldi, charchadik. Starchi o'zi uyquni uryapti. Yo'lga keldik, yana 10 minutda yo'l tushamiz. Nasıl shu bilan disham qarab ketamiz asta-asta, mayda-mayda. Mashinalar qatnayapti. Ne G'arim. Bu yoqlar ham joylov. Yil havo yo'q, yomg'ir yo'q. Bu yoqlar o'zi qurib qolgan joylar. Mana bir sürü qo'yja otdik. Bir ko'rinami yo'qmi bilmadim. Nimalar ko'rinsa kerak. Xira. Shu yerda bir qo'yja otdi. Qishloqnikimi, suruvmi bilmayman. Asta bu yoqqa qarab ketamiz. Nega ko'chaga keldik. Asomlar qarab disham qarab ketamiz. Yo'lda o'tiribmiz, tanni oling. Mashina izlayapmiz. Mashina topsak, asta ketamiz.